Assalomu alaykum birodarlar, obunachilari. Samarqand shahriga 3 talik o'qishimizdan ustanovkasiga kelib qoldik. Apparatlarimiz sizlarga hozir ko'rsatib o'taman kelgan narsalarni. Latta qisadiganlarimiz, pistolet ko'rik держательlarimiz, bizning pult управленияmiz akamizga 6 talik funksiya zakaz qilganlar, 6 talik funksiya talablariga binoan qilib keldik. Pult управленияmizning ichi bu. Chiroyli holatda yig'ilgan. Kupa plus bo'ladi bu plata. Apparatni chiroyli qilib yig'ilgan. O'zini kartochkalari bor. VIP karta, отчетный karta hammasi ishlaydi bunda ham. Uстановка qilgandan keyin ishlatib bitirib bo'lgandan keyin ko'rsatamiz. Sizlar ko'radigan ish jarayoni, motorlar. Motor pompamiz. Pompa, are pompa. Avtomatika shittichi. Santexnikalarimiz. Hammasini o'zini отдельно har bitta ximyani обратный klapanlari bor. Filtri ham bor o'zini oldida.